Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Demak, bugun Marketpost dasturida ro'yxatdan o'tish va do'konimizni yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bu joydan kirish yoki ro'yxatdan o'tish tugmasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz hozirda ro'yxatdan o'tishimiz kerak, shuning uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Hop, bu joyda kirganimizda bizdan ism, familiya, username va parol so'ramoqda. Ushbu qismlarni to'ldirib chiqishimiz va kirishda username va paroldan foydalanishimiz mumkin. Aks holda Google orqali shunchaki davom etib ketishimiz mumkin. Bu eng oson yo'li. Keling, Google orqali davom etib turamiz. Okey, profilimiz yaratildi. Endi do'konimizni yaratishimiz kerak. Keling, shunchaki supermarket deb yozib turamiz. Manzil va telefon raqamini xohlasangiz qo'ysangiz bo'ladi, yo'qsa shart emas. Demak, do'konimiz yaratildi. Ushbu joyda do'konimizni to'liq navigatsiya qismi, ya'ni boshqaruv paneli. Demak, bugungi videoda biz shunchaki ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqqan edik. Endi keyingi videolarda bosqichma-bosqich ushbu bo'limlardan qanday foydalanish kerakligini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.